Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va Zonlon motolarni kuzatuvchi xaridorlarimiz. 28 avgust 2026-yilda mana shu oxirgi Vipskadagi tank modelimiz, kabinalari ham nihoyatda zo'r. Oxirgi Vipskada juda zo'r chiqqan. Qulayliklari, oldilari to'siq, motorlari 250 juda ham baquvvat. Shuni enshalik qildik. Ramalari ham juda baquvvat, 10 ga 5, bortda 220 ga 140. Enshasini ham ikkitaligidan qildik. Ko'p yukka ham moslab. Buni ham orqa teyagalari bor, yuksiz yurganda tashamaydi. Risoli juda baquvvat. Zadniy mos katta, amortizatorlari bor. Maytfonlari bor. Tablolari ham oxirgi chiqayotgan shu mashinalarkidan. Ikkita o'rindig'i bor. Panejinli, pavishinli bor. Kimga shunaqangi turdagi motorimizni insha qo'yib berish xizmati bo'lsa yoki inshali qilib bersanglar olamiz deganlar bo'lsa, qilib beramiz. Boshqacha turdagilari ham bor. Radiator, bez radiator, samasfal, bez samasfal, bez kabina, kabinalik, har xil turdagi motorlarimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar xizmat bo'lsa.